Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuvan xizilgan do'stinglar yandan bayan. Mana mundaq bir odam bor. U bo'lsa, Amerika tarixidagi eng yomon aldamchi. 19 yoshga kirmayli 4 million Amerika dollarini aldab ketgan. Ushquch qiyofatiga kirib 3 million kilometrdan ortiq haqsiz uchib 26 davlatga borgan. Doktor qiyofatiga kirib, yana tek doktorxonaning mas'uli bo'lgan. Advokat qiyofatiga kirib, bir oblastning bosh taftish amaldorining yordamchisi bo'lgan. Men 19 yoshda nima ishlarni qilgan bo'lgandim. Lekin bu yigitning rivoyatli hikoyasi bir nodir kino qilib o'zgartib ishlandi. Mana bu davlat ichida yuqori nomor eshitgan kino Mushuk chashqon o'yini. Bosh personaj bo'lsa 16 yoshlik Obid ismli bir o'g'il bola. Aqlli, kelishgan. Bu chaqda u tiq aldamchi emas edi. Agar siz qiziqsangiz, diqqatingiz tuvanda bo'lsin. Undaq yuqori saviyalik aldamchi zodi qandoq tavlangan? Nihoyat oddiy. U oldi bilan turmush tarafidan aldangan. Obidning dadasi bir danglik korxonchi. Ota-onasining munosabati pek yaxshi. Bir-biriga bekil omroq. U aslida baxtli edi. Biroq bir kuni u o'zini aldalganligini bayqaydi. Dadasining so'zi yaxshi bo'lmay, amaliyotda vayron bo'lay degan edi. Mashinasini bank ilib ketdi. Aslidagi cho'ng uy amdilikda kichik yotoq binosiga aylandi. Holbuki ular bularning hammasini Amerika hukumatining adolatsizligidan ko'rdi. Uzoq o'tmay u o'zining yana aldanganligini bayqaydi. Opsi amaliyotda dadasini yaxshi ko'rmaydi. Yana tek dadasining do'sti bilan billa bo'lgan edi. Obid yangi maktabga yetkilib o'qishga majbur bo'ldi. U maktab formasini kiyib maktabga keldi. Kim bilsin, kelib maktab zo'migirining bo'za qilishiga uchraydi. U sinfga kirdi. Maktab zo'migiri uningga dars o'tadigan muallimga bek o'xshaydiganligini aytdi. Obidning ko'nglida bir o'y paydo bo'ldi. Hamda ishni boshladi. Munbari kelib o'zining ismini yozdi. Men sizlarning dars o'tadigan o'qituvchilar deb o'zini tanishtirdi. Maktab zo'migiri hangi qilib qoldi. Naq maydondagi o'quvchilarmi ancha ishonmadi. Obid qattiq vaqirdi. O'rninglar qaytib o'ltiringlar. Nima degan bilan o'qituvchida qiyofati bordi. Ko'pchilik ishondi. Shuning bilan Obid maktab zo'migirini tortib chiqib, uni tekis o'qishga soldi. Bu chaqda haqiqiy o'qituvchi kirib keldi. Obid ishga qizga qilib uni ketkizdi. Keyin ishlar yana oshkorlanib qoldi. Lekin bu orliqda to'p-to'g'ri bir hafta o'tgan edi. U butun bir hafta soxta qiyofatda yurdi. Hatto ota-onalar yig'inini ochdi. Maktab mudiri uni ota-onasiga arz qilyotdi. Ishxon sirtida Obid yana bir qitim uning kuchli kuzatish iqtidorini isbotlaydi. Qiz savotishining ruxsat so'rash xatiga qarab qo'yib soxta ekanligini biladi. Uzun o'tmay turmush uni 3-chi qitim oldi. Ota-onasi ajrashib ketadigan bo'ldi. Ular uni kim bilan birga turishini tanlashga buyurdi. Bu xil so'q muomala uni tugashtirib etdi. Obid eshikdan o'qdek chiqib ketdi. Shu kundan boshlab u biroqla uydan chiqib ketdi. Bu chaqda u texo 17 yoshda edi. Pul bo'lmasa qanday qilish kerak? Obid soxta pul cheki yasashga boshladi. Dastlabda texnikasi bek nachar edi. Oldi bilan pul chegidagi sonlarni qirqib bitib, qarindosh bilan boshqa bir songa o'zgartdi. Ondan yolg'on simdan birini chaplab qo'ydi. Lekin bu pul chekiga hech kim ishonmadi. Muvaffaqiyat qozongan qiyofatga kirib oshkorlanib qilish, bechora qiyofatga kirib bayqilib qilish, yolg'ondan kasal bo'lib bilish degandek ishlarmi faqatla oqmadi. Bu chaqda u tuyuqsiz bir ushquchini ko'rdi. Bu davrda ushquchlar haqiqatan olqishga erishdi. Go'zal qizlar atrofida cho'rgilab turardi. Hatto boshqalarga imzo qo'yib berardi. Shuning bilan Obidning yangi plani boshlandi. Avval muxbir qiyofatiga kirib, Aviasiya shirkatining rahbarlarini ziyorat qildi. Nurg'un halqiliq uchurlarni qo'lga tushirdi. Yolg'on ushquchning pravosini o'ydirib chiqarib, ushquch salohiyatida Aviasiya shirkatiga telefon qildi. Forma ishlab chiqarish zavodining o'rnini so'rab, ularga bir yurish formani tikkizib oldi. Shuningdan keyin Obid ushquchi bo'ldi. Ko'chada mangsa, hamma kishining diqqatini qo'zg'aydi. Bu salohiyat bilan bankada soxta pul cheki ishlatganda hech kim buningdan gumonlanmaydi. Uning soxta pul cheki yasash texnikasi og'on sari o'sib ketdi. Aeroplan modelini setib olib, modeldagi Aviasiya shirkatining belgisini so'yib olib, soxta maosh chekiga chaplab, oxiri u pul chekini muvaffaqiyatli oldi, nurg'un so'mliq naqd pul qolmashtirdi. U nurg'unlagan aeroplan modelini setib oldi. Hamda nurg'unlagan pul cheki yasashga boshladi. Nihoyat tezda uning aldamchilik texnikasi o'sdi. Ushquchi qiyofatiga kirib olib, aeroplanga chiqishga boshladi. Hatto bir ayruxon qizni keltirib oldi. Esil, lekin u tez qanoatlanmagan edi. Zoda qandoq ish bu 17 yoshli o'g'il bolni Amerikadagi eng yomon aldamchi qilib qo'ydi. Menimcha, kuchli bo'lgan ishonch va kuzatish iqtidori edi. Obid har bir bank pukiga ko'z yugurtib chiqdi. Oxirida qarmoqqa ishqa ancha pishiq bo'lmagan bir pukay xodimini tanladi. U qizni keltirishga boshladi. Men chekni naqlashtirmoqchi. Unda sizni tamoqqa taklif qilmoqchi. Bu qizcha u shirin-shiga gaplarga oldinib ketdi. Uzoq o'tmay qizchaq uni ilib bankining ichki qismini ekskursiya qildirdi. Hatto uning pul chek printerini tunishtirib qo'ydi. U mushu bilimga tayinib, ma'lum bir taqilib qolgan bankining magnetlik siyo izini farq etish mashinasini talishib setib oldi. Uning soxta pul cheki bog'on siri rostlik bo'lib ketgan edi. Nurg'un pulni oldib ketib, noit tezla federatsiya tekshirish idorasining diqqatini qo'zg'adi. Uning raqibi Al-Kon soqchi Xan edi. Shundoq bir kuni u Obidning yotig'ini iz qo'g'lab tepib kelib, qurolni tayyor qilib bostirib kirdi. Bu yer haqiqatan Obidning hujrasi edi.
lekin odamchu hojatxonada odamning ovozi chiqadi. O dal Obid edi. U Xanga tamkinlik bilan naq maydon ahvolini tunishtirishga boshlaydi. Xan ahvoldan onqiranmay qattiq vaqiraydi. O chaqda Obid nihoyat erkin holda "Men odam tutqun keldim. Sizningcha uni tutmoqchi bo'lgan manliba deb qardingizmi? Men boya uni tutib oldim" deydi. Xan bir ishini bir ishonmay uning kinishkisini ko'rmoqchi bo'ldi. Obid hamiyonni ilib Xanga berdi. Bu pul qopchiqini ichi sal tez bo'lib, texi ichib bo'la olmay turibla, Obid Xanni deri sirtda qarab yiqishga chaqirdi. Binoning ostida dal ishga odam bor edi. Obid bu dal biz tutgan ablah deydi. O chaqda Xan uningga ishinib topanchisini yig'ishtirdi. Lekin Obid uning guvonomisini ko'rmoqchi bo'ldi. Xan kinishkisini berib ko'rib bo'lgandan keyin Obid narsalarni yig'ishtirib ilib chiqdi. Xan uf deb xotirjam holda karvatda o'ltirib qoladi. Tuyuqsizlar. U bir normalsizlikni his qilib qoldi. Hamyonni ichib ichidagi hamma narsaning marka qog'oz ekanligini ko'rib, o'zining hozirla Amerikadagi eng yomon aldamchini qo'yib berganligini biladi. Bir balo qazodan qutulib qolgan Obid o'zini texmi yomon his qiladi. Hatto 007 dek yasinib o'zini darajadan tashqari jasus qilib ko'rsatdi. Chiroy desa chiroy, pul desa pul endi uzilmaydi. Lekin u rostdan xushalmi? Undaq emas. Tinchlik kechida tex xizmat qilayotgan Xan tuyuqsiz bir telefonni topshirib oldi. O'ylamagan yerdan u dal Obid edi. U "Men ma'lum mehmonxonadagi 3113-yotoqda meni tutqani kelsang bo'ladi" deydi. Xan ishonmaydi. Lekin Xan tuyuqsiz kulib ketadi. Obidning hozirgi kayfiyatini kuzatib, "Bundaq turmush kechirib, sen cho'qim yolg'izlik his qilgansan, ha" deydi. Obid darhol telefonni qo'yib mehmonxonaning yotog'idan chiqib ketdi. Yotoq nomeri 抖音